Keling, sizlar bilan rastakovka qilamiz. Buning ichida nima borligini o'zim ham bilmayman, chunki buni menga podarka qilishdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga zo'r sovg'am bor. Bu yerda 2 ta paket. Hozir sizlar bilan ichida nima borligini rastakovka qilamiz. Shunaqa estetik nakleykalar yopishtirilgan ekan, menga rosa ham yoqdi. Ichida shunaqa printli futbolka ekan, o'zi hakras shunaqa futbolka olgim kelyotdi. Именно millicha, gilamga o'xshagan. Такой необычный. Fonda print ajralib, shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Qaranglar. Такой необычный futbolka. Endi ikkinchisini ochib ko'ramiz. Bu bo'lsa ikkinchisi. Buni ham print такой необычный ekan. Bu oq varianti, u qora edi. Qaranglar, menga lekin rosa ham yoqdi. Qaraylik, ikkalasining ham printi необычный ekan. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Menga eng ko'p qorasi yoqdi. Sizlargacha kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.